Ha, yangi yerimiz bu yer. Yangi yerimiz hozir 1 gektar mana to'liq atrofi po'silgan. Bu yerda mana hozir dekorativniy urug'lar ekildi. Ha, dekorativniy urug'lar. Dekoratsiya mana shundan bu yog'i dekoratsiya. O yarmidan uyog'iga to'liq podvoylar. Podvoy, olma, gilos, podvoylarga tayyorlab qo'yganmiz. Mana уже keyingi haftadan ekishni boshlaymiz. Tomirlar ekamiz, podvoychalar. Mana ular endi kashtan, bagrianik, lola daraxti, mana lola daraxtini sensasiz. Lola hozir O'zbekistonda juda yaxshi pul olayotgan daraxt hisoblanadi. Lola daraxti sensasi, lolaga o'xshab ochiladi mana. Daraxt katta bo'ladi. Hozir bir donasi mana shuni 20 ming so'm bizda. 20 ming so'm. 180 so'm tegaragida. Mana bir donasi ko'chati. Buni cho'nglari 3 metr, 4 metrliklari hozir shu $100, $150 atrofida ketyapti. Bir ketadi-da. Bu yaxshi ketadigan daraxt. Hamyoq. Bular krim sasnalar mana. Krimiskiy sasnalar mana. Biz hozir yerlarni bo'shatib, mana shular ko'chat bor edi, nariyoqqa oldik. Sotilganlarni o'rniga mana o'zi sensalarda ekishni boshladik. Ayni vaqt hozir ekishdi. Biz ertaga kech qolamiz ekmasak. Havo harorati isib ketib qoladi. Ular salqinroqda yaxshi tutib oladi. Shuning uchun dekorativniy daraxtlar, sensalarini, archalarni tezroq ekilgan ma'qul. Hozir vaqti hozir. Hurmatli ko'rarmanlar, biz sizlar bilan bugun Nasibullo akaning pitomnigida sizlarni bir qator tanishtirib o'tdi. Mana shu loyan pitomnik Nasibullo akaning pitomniklari. Bo'lishuncha so'rab berganga harakat qilib o'taman. Sizlarga emne kerak bo'lsa, qanday ko'chat qiziqtirib atgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysangizdar bo'ladi, tuğanlar. Mana hech qanday sekretlarini qarmagan yo'q. Maga jaqqan jeri Nasibullo aka boshdan oyoq aytib o'tadi. Munda qilsa bo'ladi, munda qilsa bo'ladi, munday deb aytib o'tadi bunaka. Mana ko'rinib turganlar negizdan bi podvoylar ekan. Bu jag'i dekorativlik o'simliklar. Qalagan türü var ekan, qalagan türünü sizlarga topib bera oladi. Jamg'ir javob o'tadi bunaka tuğanlar. Tinimsiz beraka javob o'tadi tuğanlar, beraka. Tuyalar mana. Tuyalar. Nijni deymiz mana. Tuya archalar. Ancha hidi ham bor. Shashilikka yasa aytadi buni. Hidi ko'pchilik yasa nimaga bagini olishadi-da, yaprog'ini olishadi. Juda hidli archa hisoblanadi. Bular krim sasnalar mana. Krim sasnani 5 yil, 4 yilligi emas. 5 yil o'tdi, 5 yil o'tdi bunga. Bu sekinroq cho'ng'ayadi, Bizcha sekinroq. Hozirgi mana sensalarni ko'rdik, bular kattalari mana. Krim sasnalar. Mana zolotaya sortlari bor mana, tilla rang. Bizda ko'proq O'zbekistonda mana zeleniy sortlari ko'p edi. Hozir manaqa rangli sariq zolotaya sortlarini ham olib kelyapmiz mana. Zeleniysi ham bor, zolotaysi ham bor. Sarig'ini bizda boya qurg'otgan deb eslatdik-da bizda. Sortlari bor. Archalarda ham 10 ga 20 ga yaqin turi bor har birini. Har xil archalar. Archaning turlari ko'pkanda 20 ga. Barglik archalarda ham juda ko'p turi bor. Bular sasna mana, eldarskiy sasna deydi. Bular juda tez cho'ng'ayadi. Juda tez cho'ng'ayadi, katta bo'ladi. Mana shu 3 yillik mana. 3 yillik archalar. Bu 3 yillik. Tez cho'ng'ayotganda bu. Juda tez cho'ng'ayadi. Krim sasnaga qaraganda tez qaraydi. Buna polyada g'ilay bo'lib o'tadi, borgan sayin. Jamg'ir urib o'tadi. Lauro elis bunaka. Sasnalarni ko'pchilik qiy bo'lmaydi deydi mana. Sasnani har qanday holatda qiysa bo'ladi mana. Mana qilib formaga keltirib, mana son formaga keltirib qo'yishadi mana. Xo'p, mana qilsa bo'ladi mana shaklini mana. Malol qo'rqmasdan kesib olasizlar. Chiroyli holatda bo'ladi. Sasnani kesish mumkin. Mana bonsai mana. Juda chiroyli holatda bonsai qilganmiz. Oho. Mana 3 yashar ko'chat. Mana bu yerda piramida aqllangan lola daraxti mana. Bu lola daraxti mana hozirgi aytganimizni. Boyaga aytilgan lola daraxti shu. Bular $100
atrofida bular. Mana shular $100. $100. Buna tuğanlar bayağı Bishkek'te tikilgen 9900 so'mlik ko'chatlar var-ku. Realda o'ylasang ekan bunaka $100 deb aytib o'tadi buni. 8,5 ming so'm bo'lib qolyapti shunda. Bular pavloniyalar mana. Pavloniyani mana qilib qumga ko'miladi mana. Qumda bo'lsa o'zini holatini yo'qotmaydi. Buni endi mana bir hafta 10 kun ichida yerga beramiz. Mana shu ko'chatlarda o'rni bo'sh edi. Bular tegaslar. Bular tomirlarni ekamiz pavloniyalar. Endi mana archamiz bor, mana majvennik archalar mana. Bular majvennik mana. Piramida qilingan. Deydi dekorativniy daraxtlarimiz bor. Mo Golden Rain Tree deydi. Juda ham Rain Tree shu va? Sariq gullaydi. Golden deydi. Golden Rain Tree. Urug'i ham juda chiroyli. Qizil bo'ladi urug'i. Gullaganga o'xshab turadi. Monimiz mana yaponskiy drog mana. Yaponskiy drog. Drog. Deydi sirellar bor, indiskiy sirellar har turdagi. Indiskiy sirenlar qanaqa qayerda turadi? Men ko'rmadim-da. Indiskiy sirellar mana da ko'chatlari bor sirenda. Pastda katta shtamp uylari bor, 5 uylari bor-ku. 2,5 metr, 2 metrlik. Mana ular mana oq ochiladi, katalfa bu. Katalfalar bular. Cho'ng'ayib ketadi bu. Katta. Cho'ng daraxtlar turgan. Xo'p. Bular mana majmunli archalar mana. Nasibullo aka jarim qirg'izcha, jarim o'zbekcha tushuntiradi bizga, tushunlikli bo'lish uchun. Majvenli archalarimiz mana. Bularni mana har qanday holatda qiyib mana spiral qilsa bo'ladi. Spiral qilsa bo'ladi ekan. Mana bunday holatga keltirsa bo'ladi. Bu nima degan forma bo'ldi endi? Bunimiz chupa-chups deb qo'yadi. Chupa-chups. Chupa-chups. Mana o'miz spiral deb qo'yadi. Al spiral. Yana qani hozir mana. Nada bor? Mana keladi. Mana salla deymiz mana. Bu salla aka. Shtampoy. Shtampoy bo'ladi mana. Doimiy qiyib turiladi mana. Mana to'liq mana har turdagi archa piramida mana har xil shakl berilganlari bor. Doim qiyib turiladi. Qancha qiysa, shuncha yashnab chiroyli holatda o'zini ko'rsatadi. Ko'p kesib tursa, o'shunchalik suluv bo'lib qoladi ekan. Ortga chiqayli. Rangi nimaga qizil deyishi mumkin mana. Savol tug'ilishi mumkin, rangi qizila deb. Bular qish oyida mana shunday rangga kiradi. Qizil holatga keladi. Bu asta-sekin havo harorati isishi bilan mana yashil holatga keladi. Ko'k holatga keladi, yam-yashil bo'ladi. Quyoshga bog'liq. Quyosh chiqib tursa bu yam-yashil bo'lib qoladi bir haftada. Buni ichganda qurib qolgan boshqa deb adashib yurmaylar mana. Archa qurimagan, zelionmi mana. Jap-jap bo'ladi. Ustini ichsa sovuvda bari ta'sir bo'ladi, qizartiradi. Hozirgi zamon talabına loyiq O'zbekistondagi pitomniklarning ahvollari qanday? Jalpı ayanti 2,5 gektar yerda tuzat bu yer. Qo'shimcha dag'i 10 gektar yerda boqilib atishdir. Pitomnikning o'zining bog'i ekan. Bir jag'ында bunday so'zsiz issiqqama bo'lish kerak ekan. Qishinda ko'p ko'chatlarni saqlab qolish uchun. Buna ошол bir chetine qurilgan zdaniylar. Bu yerda bitbardiq shartini tuzgan. Banya, tualet, o'choq. Ishlar mana shu yerda tomoq ashini qilib, o'sha yerda tomoqlana turgan joylari. Bu kuxnyasi ekan. Mal ekotajli. İşler jana kelgan mehmonlar uchun tuzilgan uylar. Mana ekotaj. Bu yerda so'ri, ishlar mana shu yerda kengroq o'tirib tomoqlana turgan joylari bor. Bu yerda artezan toza suvga o'tkazilgan 17-18 metrgacha qo'yilgan yeri. Mana shu ekotaj. Mavi cevap ekan. Mana shu mehmonlar uchun javob ekan hozir yo'q.